Hi guys, salom yaxshilar. Bugun Aziz qaynonamga o'zbekcha makiyaj qilib ko'ramiz. Qani yarasharmikin yo yarashmasmikin? Muazzam opani Instagramdagi videolarini ko'rib ancha makiyaj qilishni o'rgandim. Bu safar qaynonamga esa Telegramdagi bir ikkita makiyaj darsliklarini sotib olgandim. Qani xuddi o'sha darsliklar bo'yicha birgalikda makiyaj qilib ko'ramiz. Yarashadimi yo'qmi? Videoni oxirida ko'rsangiz bo'ladi. Ketdik. O'zbekistonda taniqli bo'lgan vizajist Muazzam opani kursida siz noldan boshlab to professional darajagacha qanday qilib o'zingizga mos kosmetikalar tanlashni, teringiz turini aniqlashni va to'g'ri parvarish qilishni o'rganishingiz mumkin. Muazzam vizajist 10 xil turdagi eng aktual meykaplarni ham hamyonbop, ham qimmat kosmetikalarda qilishni o'rgatadilar. Kurslarining narxi esa atigi 650 ming so'm bo'lib, bir martalik kurslarini sotib olsangiz, siz bir umrlik do'stlikka ega bo'lasiz. Va albatta darslar oldindan yozilgan professional video darslar ko'rinishida bo'ladi va o'zingizga qulay vaqtda qayta ko'rishingiz mumkin. Agar kursni uzun nasiya orqali bo'lib to'lashga olsangiz 29% qo'shiladi. 6 oyga taxminan 86 ming so'mdan, 12 oyga 48 ming so'mdan har oy uchun tushadi. Taniqli vizajist bo'lganlar bilan kurs narxini juda ham hamyonbop qilib qo'ygan ekanlar. Shuning uchun men ham hamma kurslarini sotib oldim. Siz ham bu shansni qo'ldan boy bermaysiz degan umiddaman.